Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga bigudi resepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga 1 kosa iliq suv, 1 choy qoshiq tuz, 3 osh qoshiqda o'simlik yog'i va 1 osh qoshiqda durosh solib, yaxshilab massamizni aralashtirib olamiz. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringizlar. Endi unimizni elidan o'tkazib, qattiq xamir qilib olamiz va ko'tarilishiga olib qo'yamiz. Xamirlarimiz ko'tarilib chiqqunga qadar ustini yopib qo'yamiz. Menda yarim soatda ko'tarilib chiqdi. Shu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Piyoz, korom, go'sht va ziravorlar kerak bo'ladi. Massamizni mayda qilib to'rab olgandim. Endi esa ziravorlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiyma solsa ham bo'ladi. Menda qiyma bo'lmaganligi uchun go'shtni maydalab to'rab soldim. Albatta shu usul ham bo'ladi. Endi ko'tarilib olgan xamirlarimizni olib olamiz. Avvalamizda qo'limiz yordamida dumaloq shaklga keltirib olamiz. Kichkinaroq qildim, lekin baribir pishgandan so'ng katta bo'lib ketadi. Bigudi o'zi katta qilinar ekan. Men maydaroq qildim, lekin baribir pishgandan so'ng katta bo'lib ketar ekan, chunki durosh solingandan so'ng katta bo'lib pishadi. Endi esa dumaloq xamirlarimizni qo'limizda yuqaroq qilib yoyib olamiz va nachinkamizni solib, qo'ldan kelgancha to'kdim. O'zi birinchi marta bigudi qilishim edi, shuning uchun qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rdim. Ozgina qo'lim birinchisida kelishmadi, keyingilarda kelishib ketdi. Albatta tayyorlayversa albatta qo'l kelishadi. Lekin ochilib ketmadi, yaxshi. Hammasini birin-ketin xuddi shunday qilib tugib olamiz. Nachinkalarni solib. Menda taxminan 13 dona bigudi tayyor bo'ldi. Shu resept bo'yicha. Manti qosqonimizga suv qo'yib, ostini yoqib qo'yamiz. Suv qaynagandan so'ng bigudilarimizni terib olib, ustini yopib qo'yamiz. Taxminan 30-35 minut yoki 40-45 minutda pishib tayyor bo'ladi. Mana bigudimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'lar ekan, juda ham yumshoqqina. Orasiga sabzi salatni solib yoki ketchup, mayonez xohishga qarab yesa bo'ladi. Juda ham ajoyib. Albatta tayyorlab ko'ring. Reseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang.